Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar va bizni endigina kuzatib turgan chorva mol qo'yish qozlari va yutuvish qozlari. Bugun 22-aprel haftaning seshanba kuni biz yana o'sha Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani To'raqo'rg'on agrosanoat fermer xo'jaligidamiz. Akalar, ukalar, bugungi video syomkamiz mana shu yangi tug'ilgan gibrid tuxunachi haqida bo'ladi. Bitta tug'ilsa bitta chiqaryapmiz. O'shaning uchun videoni ham qisqa qilamiz. Haligi tug'ilganlar ham sotilib ketdi. Bu bugun kechqurun tug'ildi. Mana hozir ko'pchilik so'raganda, o'shanga shunday video qilib YouTube'ga qo'yib yuborib qo'ya olamiz. Videoni qisqa qilamiz. Telefon qilaverasizlar, bu gibrid tuxunachi. Mana enasini ko'rib turibsizlar, o'ta katta mol. Bu xudo xolasa, hozir bu 3-tug'umi, ikkinchi tug'ishda bu o'sha 30 ta 35 tagacha sut bergan. Yelinlari o'ta zo'r. O'ta baquvvat. Sigir o'ta katta sigir lekin. Bolasi ham nasib qilsa aynaqa sigir bo'ladi. Uyga bitta sigir qilib olaman, o'zimga deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana telefon qilaverasizlar. Soppa sog'lom. Bizda unaqa yomon narsa bo'lmaydi. Sementalga gibrid. Ana enasi o'ta yirik. Ko'z tegmasin. Enasi dahshat. Nomerlar qoldiramiz: 99lik 200 05 60. Mana bolaga telefon qilib bog'laninglar. Narxini kelishib, yo'lida qilib, chiroyli qilib beradi. Bemalol olib ketishlari mumkin. Dastlabkasi yo'q. Chunki bu kichkina narsa, uyingizda shu yangi tuqqan sigir bo'ladigan bo'lsa, olib borib tagiga qo'shib o'tsangiz, xudo xolasa 3 oyda sutdan chiqadi. Chiroyli qilib sutga to'ydirib olsangiz, zakonni mol bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. Tanish bilishlarga, mana shunaqa bo'zdan so'ragan aka-ukalarimizga podelit saqib qo'yasizlar. Bitta laykda yemasizlar degan umiddamiz. Bizga yangilar obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shu videoni kommentariyasida Telegram gruppamizga tashlab qo'yamiz. Telegram gruppamizda ham mana shunaqa buzoqchalar, sotiladigan sigirlar, har xil kasal mollar haqida suhbatlar bo'lib o'tadi. Bemalol o'tib, foydasi tegib qolsa, xudo xolasa ajab emas. Ana bo'zakchaga bitta layk. Haqiqiy bo'ladigan, zo'r, onasi ham o'ta yirik. Bizda bunaqa tug'adiganlar hali serob. Mana bor. Bu ham ikkinchi qori. Birinchi qori bo'ladi. O'ta katta u ham. Mana deyapti yotibdi mana. Bularda hammasiga semental urug' qo'yilgan. Bizda golishda urug' ham bu qo'yam yo'q. Faqat semental urug' qo'yiladi hammasiga. Xudo xolasa mana tug'ib qolsa, kelaverasizlar. Mana shu xudo xolasa nasib qilsa bugun tug'adi. Ana jonivor. Hozir qaradim, kuchani yotgan ekan. Lekin hali boshlangan yo'q, bugun tug'ib qoladi. O'ta baquvvat zo'rlar tug'ilyapti nasib qilsa. Semental ham bor. Mana eda sementalga shved gibridi ham bor mana. Avlikolga o'xshaydi. O'ta baquvvat. Mana eda ikkita buzoqcha bor, o'zi bular sotilib ketdi. Ana bittasi semental, bittasi g'unaji. Bular sotilib ketdi. Mana eda shali o'zim olgan buzoqcha bor. Bu ham o'zimga o'tgan. Buni bugun olib ketaman uyga. Xullas, kelasizlar, ko'rasizlar. Yangi tug'ilganlar bizda bo'ladi. O'shanga bitta tug'ilsa bitta video qilinyapti.